Bu markazning muzey qismi. Menimcha dunyoda benazir bo'lgan bir muzey deyishim mumkin, chunki bevosita buni yasalishda men o'zim ham qaysidir ma'noda ishtirok etganman. Bevosita shu 2-Renessans davri va Temuriylar davlatiga oid bo'lgan ekspozitsiyani tashkil qilishda men ishtirok etganman. Shu taxminan 1,5 yildan ortiq betinim, mehnatlar va juda katta ekspozitsiyalar shu yerda jamilchan bo'lgan. Biz yashab turgan davlat bir necha ming yillik tarix davonini bosib o'tgan. Juda ko'p davlatlar, juda ko'p sulolalar hukmronlik qildi va shular orasida Temuriylar davri tarixi mana shu tarix kitobini juda jozibali zar varaqlarini tashkil qiladi. Katta sarkardalarni bilamiz. Masalan, biri Chingizxon. Solishtiradigan bo'lsak, Chingizxondan keyin nimalar qoldi va Amir Temur ham xuddi shunday katta butun dunyoga dovrug'i ketgan sarkarda, undan nima qoldi deganimizda, demak, me'moriy obidalar. Samarqandni qaraymizmi, Shahrisabzni qaraymizmi yoki boshqa hokazo juda katta hududlarda, hatto o'zi borgan joylarda ham qurilishlar qilganini, kanallar qazdirganini, anhorlar qazdirganini, buyuk shaxslar, masalan, qabri ustiga maqbaralar tiklaganlari tarixiy asarlarda o'z aksini topgan. Demak, ayni paytda o'sha obodonchilik ishlari, shaharsozlik ishlari, katta biz hozir ko'rib turgan mahobatli binolarning yuzaga kelishi aynan Amir Temur yaratgan davlat va uning samarasi deb baholanish kerak. O'sha davrda Amir Temur ham o'zini mamlakatida, ham boshqa mamlakatlardan olimlarni butun Samarqandga jalb qildi, taklif qildi va buning natijasida ilm-fan nihoyatda rivojlandi. Amir Temurning nabirasi falakkiyot ilmi bilan qiziqqanligi, Samarqandda o'sha observatoriyaning yuzaga kelganligi, butun dunyoga shu paytgacha o'zini dolzarbligini yo'qotmasdan kelayotgan Zichning yuzaga kelishi ham bu bekorga emas. O'sha o'z vaqtida yaratilgan, demak, ilmiy muhit mana o'zini samarasini berdi va Temuriylar davrida ham mana shu akademiyalar yuzaga keldi va ko'pdan ko'p ilmiy asarlar yozildi. Biz ularni hozirgi kunda ham tarjima variantlarida yoki boshqa har xil turli tuman nashrlarda ko'rishimiz mumkin. Amir Temur davridan qolgan ba'zi hujjatlarimiz bor va mana shu yerda demak ekspozitsiyadan joy olgan. Amir Temur o'zini davlatida ma'lum vaqtlar o'tib yashab kelayotgan Abu Muslim avlodlariga tarxonlik yorlig'ini bergan. Ya'ni ularni imtiyozlar berib turib, turli tuman o'sha boj, xaroj shulardan ozod qilgan. Hajmi juda ham katta emas. Mana shu yorliq bu yerdan joy olgan. Ikkinchisi, Amir Temurni o'sha bilamizki, Ahmad Yassaviy maqbarasini qurdirgani haqida o'sha tarixiy asarlarda ma'lumotlar bor va shu demak maqbaraga bergan vaqfnoma bor. Amir Temur nomidan mana shu ham bu yerda o'rin olgan. Endi tashqi siyosat masalasiga o'tadigan bo'lsak, Amir Temurni Fransiya qiroli Sharl VI yoki Karl VI ga yo'llagan maktubi bor. Bu 1402-yildagi Anqara jangidan keyin, ya'ni Yildirim Boyazid bilan bo'lgan jangdan keyin o'sha Fransiya qiroliga yozib yuboriladiki, endi savdo aloqalarini yo'lga qo'yaylik, munosabatlarni yo'lga qo'yaylik. O'sha dunyo savdogarlar bilan obod degan jumlalar mana shu xatda o'zini aksini topgan. Mana shu xat va Fransiya qirolining shu xatga yuborgan javobi mana bu yerda demak joylashtirilgan. Agar pastga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana shu qo'lyozmalar turibdi. Bu qo'lyozmalar ham aynan bir paytlar o'sha saroylarda xizmat qilgan munshiylar qalamiga mansub. Bu ikki maqsad bilan qilingan. Birinchisi o'sha xatlardan bir qanaqadir nusxa olib qolish, ya'ni qandaydir tarixiy faktni muhrlab qo'yish. Ikkinchisi, kelajak yetishib kelayotgan munshiylarga o'sha xatni qanday chiroyli tuzish mahoratini o'rgatish maqsadi bilan
mana shunday nusxalar tuzilganki, yutuqli tarafi biz o'sha ma'lumotlardan nusxa holida bo'lsa-da, mayli qiyoslagan holda har holda bir paytlar mavjud o'sha tarixiy voqealarni tiklash imkoniyatimiz paydo bo'ladi.